Ular yaxshi zichlanadigan oziqada. Bo'lmasa mana e'tibor qiling, tepasigacha shirinmagan. Buni boshi qiyroq. O'shaning uchun hozir Abdumajid akani fermasiga keldik. Bu yerda bedadan qilingan senaj. Boya dalada aytib o'tgandik, xuddi shu bedani birinchi o'rimdan o'rilib, bu yerda yamaga bosilgan. Shuni Abdumajid aka, endi bu haqida boyaga ozgina o'zingiz fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Manada bu beda mana shu birinchi o'rimdan tayyorlangan beda senaji. Hali bu tayyor to'liq bo'lgan yo'q, lekin biz endi yedirishni boshladik. Конечно, 40 kunda bu to'liq boyagi nima bo'ladi? Beda senaj bo'ladi. Hozir buni mana ko'ryapsizlar mana. Endi beda senaj tayyorlashda o'ziga yarasha xususiyati bor. Albatta, men buni juda ham mayda qilib tashlash kerak emas. E'tibor qilasizmi? Yirik. 5-7 sm kesish kerak. Uzunlikda sirasga o'xshab 1,5-3 qilish kerak emas. Mana o'shanda boyagi shirasi, tarkibidagi anaqasi, ortiqcha boyagi nimalar chiqib ketmaydi-da. Buni bosilish jarayoni, preslash jarayoni qanaqa bo'ladi? Og'ir texnikada to'xtamasdan bosish kerak. Keyin mana e'tibor qilyapsizmi? Mana desam bu yoqqa ajralib turibdi mana. Paketdan bu yoqqa ajralib turibdi. Nima uchun? Bilasizmi, tepasiga mana bu beda yopishqoq o'simlik, bunda oqsilga boy bo'lganligi uchun buni bosish, uni ham surish kerak, ham tepkilash kerak, to'g'rimi? Buni surganda bir-biriga aylanib, kaptulga o'xshab ketaveradi-da bu. Buni boshi qiyroq. O'shaning uchun boyagi tagiga abdon bosib olgandan keyin tepadagi usti qatlami borki, kamida 20-30 sm joyda mana bu harxotlar borki, arpa, suli, tritikal senaj. Ana ular yaxshi zichlanadigan oziqada tepasiga 40 sm gacha o'sha yaxshi zichlanadiganini man tashlash kerak. Ana o'shanda mana bu juda ham yaxshi sifatli nima bo'ladi. Bo'lmasa mana e'tibor qiling, tepasigacha shirinmagan. Agar tepasigacha beda bosganimda men bir kamida 30-40 sm joyi chirib ketardi. Bu endi bu qanchagacha saqlash mumkin mana shu holatda? 1 yil. Shu holatda agar ustuni ochilmasa, endi e'tibor qilyapsizmi? Mana ozgina qo'l mehnati bilan biz ana qilyapmiz. Qo'l mehnati bo'lsa ham, mana kesishni e'tibor qilyapsizmi? Nima uchun? Buni sababi, misol uchun agar mana bu texnikada mana kara bilan olib, boshqa anaqa qiladigan bo'lsak, mana buni orasiga mana ko'rasizmi? Mana barmoq ham sig'maydi. Buni orasi mana har xil mana har xil nima qilinganidan keyin buni chirish protsessi juda ham tez bo'ladigan, oqsilga boy bo'lganligi uchun mana ko'rasizmi? Mana sariqni ko'rasizmi? Mana oqsilga boy bo'lgani uchun juda ham chirish anaqasi baland, tez bo'ladi. Mana. O'shaning uchun buni kesib olinsa, mana ko'ryapsiz-ku, shuncha joyda birdaniga bera olmaysiz-ku. Narsa kelsin, bu yoqqa kelgancha, bu yoqda chirib, boyagi zararli bakteriyalar ko'payib ketadi-da. Molda oshqozonga tushgandan keyin foydasidan zarar ko'payib ketadi. Mana betar rivojlanamaydi. Bakteriya orasiga kira olmaydi. Mana ko'rasizmi? Orasiga bakteriya kira olmaydi. Endi buni mollarni yeyishi qanaqa? Buni hozir keyin mahsuldorlik qanaqa? Gap aytayman men sizga. Mana misol uchun bilasiz, oqsilga boy bo'lgan oziqalar bular nimalar? Soya shuroti, paxta shuroti, boya kungaboqar shuroti, safsar, boyagi saflori shuroti deyiladi. Masqar shuroti. Bular anaqaga boy. Lekin eng boyi bular soya shuroti bilan paxta shuroti oqsilga boy. Endi sharoitdan kelib chiqqanimizda boyagi soya shurotining narxi hozir 1 kilosi 10 mingdan oshib ketdi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu boyagi sutni tan narxini oshiraveradi, foydani juda ham kamaytirib yuboradi. Yoki bo'lmasam paxta shuroti. Bizda mana may, iyun, avgust, sentyabr 5 oy paxta shuroti topish juda qiyin. Narxi ham 5 ming so'mga chiqdi mana bu, 4,5-5 ming so'm. Unisiga sifatsiz, почти 30-40% shulqa aralashtirilgan. Bu 2 kilosi sifatli senajda 2 kilogrammi. 1 kilogram paxta shuroti yoki 1 kilogram soya shuroti anaqasini bosoladi. O'rni bosoladi. Mana shu kecha kunduzda mana ratsionimda bir kunda har bir sigirga 7 kilogram mana bu nimadan tayyorlangan, bedadan tayyorlangan senaj anaqa qiladi. Boshqa oziqaga, oqsilga boy oziqa yo'q. Ya'ni paxta shuroti umuman bermayapman. Lekin mahsuldorligim 25 litr o'rtacha, 24,5-25 litr. Agar paxta shurot berganingizda qanaqa yoki shu bilan bir xilmi? Bir xil. O'zgarmagan. Men paxta shurotim tugadi, birjadan ola olmay qoldim. Buni berishni boshlaganimdan keyin oralikda sekin-sekin o'rgatib bordim-ku. Paxta shuroti tugaganda bundan ko'proq berishni boshladim. Mahsuldorlik 1 litr 100 gramga ham tushgan yo'q. Agar sifatli bosolsangiz. Bu chiroyli gaplar emas. Bu birinchidan buni tan narxi juda ham past. Ikkinchidan boyagi sigirni bilasizmi? Paxta shuroti yegan sigir bilan beda senaj yegan sigirni kayfiyati umuman farq qiladi. U hazm bo'lishi qiyin paxta shuroti. Gassipol moddasi bor ikkinchi tarafi. Bunda naborot. Vitamin A bor, karotin moddasi bor.
juda ham foydali. Hosil baland. Hosil 20% bo'lganda ham 2 kilogasi 1 kilogramm paxta shurotida hozir 33-34% dan ortib bo'lmayapti hosil. Siz buni chet eldagi laboratoriyada tekshirtirganingizda 22% hosili bor. 22%. Mana. Yaxshi ko'rsatkich. O'shaning uchun bu endi ozgina e'tibor, ozgina ilmiy yondashish juda katta anaqa beradi, rezultat beradi. Asosiysi shu agrotexnik texnologiyasini to'g'ri bajarilsa, demak maqsadga yetadi odamlar. Mana bunga borib konservant qo'shilmagan. Konservant men anaqa qildim, zakaz qildim, lekin konservantim kechikib keldi. 15-may keldi. Men buni 3-may, 4-may kuni bosdim. Yaxshi. Rahmat sizga. Shunaqa. Barakasini bersin.